Konditsionerdan foydalanayotganingizda elektr energiyani tejashda sizlarga 3 ta maslahat. Birinchi maslahatimiz konditsionerni sovuq rejimda ishlatayotganingizda 24 gradusga qo'yishingiz sizga kifoya qiladi. Bu albatta konditsionerni 24 gradusgacha xonani sovutgandan keyin avtomatik tarzda dam olish rejimiga o'tishini ta'minlaydi. Bu esa albatta elektr energiyani sizga tejab beradi. Ikkinchi tavsiyamiz konditsionerni filtrlarini tez-tez tozalab turing. Agar filtrlari changlarga to'lib ketadigan bo'lsa, havo aylanish oqimini yomonlashishiga olib keladi. Bu bo'lsa konditsionerni katta quvvat bilan, katta kuchlanish bilan ishlashiga olib keladi. Konditsioner filtrlarini bo'lsa har 15 kunda tozalashni tavsiya qilamiz. Uchinchi maslahatimiz shundan iboratki, konditsionerni tanlashda invertor turidagi konditsionerlarni tanlang. Chunki invertor turidagi konditsionerlardan to'g'ri foydalanadigan bo'lsangiz, elektr energiyani 30% gacha tejab beradi. Konditsionerlarni ushbu raqamlar orqali buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi yoki sizlarni Akfa savdo markazida kutamiz.